ilg'or madaniyat, süzük kayfiyat, hurmat va izzat, chin tabriklar. Murosimlarimiz. Salam ko'rmanlar. Murosimlarimiz temisidagi shirin suhbatlarimizga ishtirok qilishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqunjima. Aldı bilan programmamizni yaqindan qo'llayotgan Xinjiang Varis Xalqaro savdo shirkati Varis kiyimchiligiga alohida rahmat aytaman. Bugun suhbatimizda Urumchi shaharlik 2-o'rta maktabning o'qituvchisi Gulpiya Tuniyaz xonim. Shundaqla yana Urumchi shaharlik san'at yurtidan Umidvor Mahmud apandi. Xush kelibsizlar. Bugun yaxshi jam bo'lib qoldi xonamda. Umidvor bilan uzun bo'lgan ko'rishmagili. Bugun maqsad hamda Gulpiya xonim. Bu yigit yaqinda to'y qilyapti. Shundaymi? Aytmabdi. Shuni bilgan bir tanavi tataylik deb bir chaqirtishim qo'y. Qanday? Nurg'ulg'an ishlamadi rejib ketdi. Satopda qavdash yo'q. Endi biz xili inim deb yursam deyman qo'y. Oldingizda o'talik. Chaq. Endi biz ko'pincha mushtaq gap so'zlar bo'lib qolamiz-a. Mushu to'yning oldi keynida ba'zida ishlar qiydash yoki o'ng'aysizlanish kayfiyatlar bizga yo'l qo'yib turdi. Bunda ishlar sizga ko'p uchraydi deyman Gulpiya. Shu hamda to'y qilish jarayonida nurg'un jarayonlarni boshdan kechiradigan ishkenchu. Uni qilmasangiz o'tirgan, buni qilmasangiz o'tirgan, shunda qo'ygandan keyin unutilib qoldigan odamlar eng yaqinlarimiz, ko'nglimizdagi odamlarni unutib qoldi ekanmiz. Bunda ahvollar jiq hamda. Shu to'ydan keyin ko'rishib qolgan chog'da opla deb qoldi ekanmiz, beyaram bo'lib qoldi ekanmiz. Qizilchilik. Bu qizilchilik xili bo'ldi-ku deyman. Hozir ish bo'ladi. Men ko'rdim. To'yinglar nihoyat yaxshi bo'pti. Mush birinchi oylarda bo'ldi-ku deyman. Birinchi oy bo'ldi. Nihoyat yoshlarga xos, havas qilgandek bir to'ylar bo'lgandek turdi. Endi yangidan mush to'y ishini boshdan kechirgan bo'lgandan keyin mush tonovdan chiqqanda hissiyotlar toza bog'i deyman hozir. Buldu ekan. To'yning oldiganda ras burunmi men ham ishimdan o'tgancha do'stlarimizning to'ylaridan etmay qolganlari bor. Men ranjib ekanman. Lekin men to'y o'zimning olishga kelgandan keyin men ras his qildim. Bu to'yda ras Gulpiyadimiz degandek. Shu eng muhim odam bizning tuqqanlar bilan yaqin aloqalarimiz qolib qoldi ekan. U qolib qilish ko'nglimizni yo'qligidan emas. Burun bag'aq shaklda bo'ladi, bag'aq amaldan qoldi-ku. Balki mashina o'zimiz telefon qilaman yoki ayrim yoki o'zim berib ayrim uqtirman degan odamlarimizga shu ulgurolmay kam qolgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, endi to'y nihoyat muhim bir ish inson beshidagi. Hozir murosimlarimiz temizdagi paranglarimiz xili shaqilib ketyapti. Endi siz mush yangi davrda o'sib yetilgan bir yosh bo'lishingiz bilan mush yangi davr holatidagi to'ylarga yoshlarning bir xil vakili bo'la olasiz deb o'ylayman. Uni ustiga nihoyat xo'p kelibsizlar. Ayolingiz hozir nihoyat inoq ijildimi? Yaxshi, hozircha. Bundan keyin umidimiz bor. Umidlar bo'lsin. Shuning bilan endi to'ydan ilgirki jarayon bilan to'ydan keyingi ahvol o'xshamaydi deyman. Rost o'xshamaydi-ki. To'y qilgandan keyin endi ikki oilada cho'ng bo'lgan ikki bolaning bir uyga kirib turmush ilishi endi mencha tasishgan. Chunki bu ikki oilada ikki madaniyatni, ikki tarbiyani olgan bola. Bir uyga kirgandan keyin ba'zan ideya jihatda maslashamaslik bo'ldi ekan. Lekin hamini mush ikki yosh bir uyga kirgandan keyin cho'qim bir-birisining yomon tarafini o'zining yaxshi tarafi bilan yepib, yaxshilikni cho'nglarga apirib, yomonlikni o'z ichida bilib o'yin aşı tüyütüş bu en yaxshi hareketini qo'yildi. Nurg'ulg'an hamdiliq bir uyda mangu ijilini o'tkili buldi deganga men ishonmayman. Chunki ota-onalarimiz ancha-muncha g'uj deyishib qoldigan, gap talishib qolgan ishlar bor. Lekin haqiqiy ashundoq inoq ittifoqli oila shu tushunchadan bir-birisiga bo'lgan ishonchdan eng muhimi chidashdan chiqamiz deb. To'g'ri. Meni tushunchamda endi to'ydan burungi jarayon savirchanlik bilan bir tanlash, bayqash jarayoni o'z to'ydan keyin u bir mas'uliyatga burishga aylanib ketgan gap. Musobaqa endi boshlandi. Qanchalik muhabbatlashgan? Endi. 5 yil muhabbatlashdik. Mendan kichik emasmi? Kichik. Ayolim meni kichik bo'lgandan keyin endi ba'zan ishlar jihatda men ayolim bilan sizlishiman. Endi bu sizlishni nima taldingiz deb qolsangiz aka, endi ba'zan gaplar siliq qoldi ekan-ku. Ma ishni nima qilmada qilsangiz degan bilan, nima qilmada qilsam ma ishni desa, ma ishkisining o'rani bir farq bo'lgandan keyin
keyin ochiqlaydigan imkon olib qo'yayotgan gap. Yo'q, undaq emas ekan. Ba'zan masalan hozir undidarlar taraqqiy qilib ketdi. 100 tirani ko'rishmay turibmi, nurg'ulg'an maqsadlarimizni shu telefon orqali, uchur orqali yetkazgan bo'ldik. Ba'zan uchurlar 100 tirani ko'rishmagandan keyin sal qo'pollangandan keyin nima qilmoq bunday qildi? Hammamiz nozik bo'lib ketdik emasmi aka? 100 tirani chiroyi mimikalarimiz bilan ko'rishmagandan keyin sal uqishmasliklar jiq yuz berib qoldi ekan. Shu men asosiyatdan masalan hozir undidar shipping yo'lida ship paranlashga ma'muraq. Chunki chiroyimizni nim bo'layotdi, qanday o'zgarishlar bo'layotdi, aniq ko'ngildi. Yomon yusrani ko'rishish. Shuningdan amdilik o'zim his qilib, bu sanlasa sal bihud bo'lgan avorchiliklarni akab qilish mumkin ekan deb shu sizish tanladim. Undan bo'pti. Menga sizlish bitib ketinglar bo'lsa. Endi to'yga bir tutish qilgandan keyin ishil muhabbatlashib, ota-onalar bilib, buning qadamini bostinglar degan gap. Bu jarayonda ham cho'nglar bilan xili moslashga to'g'ri keladi-ku, ha? Ravrs moslashdik. Qilib besimi bo'ldi degan gap. To'g'ri. Ammo cho'nglarni bu cho'nglar nima degan bilan bizning o'zimizning ota-onalari biz uchun o'ylaydi ekan. Hamda biz to'yning oldikanda nurg'ulg'an ham fuqishmasliklar bo'ldi ekan, chunki ikki oilaning ishi bo'lgandan keyin ikki oilaning bir qitilib bir cho'ng oila bo'lish bosqichida nurg'ulg'an fuqishmaslik, masalan, hayliqi cho'ng joy, kichik joy deydigan bir madaniyatlar bor ekan. Bizga qo'yib bersa, hamda biz ash to'yni qilsak, bir xotirjam turmushimizni olsak deb o'ylaydi ekanmiz. Bu sizning hissiyotingizmi yoki hozir qilmish yoshlarning umumiy hissiyoti deb qaramsiz? Bu mening shaxsiy hissiyotim hamda. Ammo nurg'ulg'an har qalda har xiyol deganga o'xshash nurg'ulg'an yoshlarimiz o'xshamaydigan o'ylanib o'ylash mumkin, lekin hamda siz yaxshi tushunamsiz deyman, mush qatlar lazım davrdagi yoshlar bilan hissiyotni siz yaxshiroq his qila olamsiz deb so'rayapman. Umi bor. Hamda men o'rtaqdan ap etsam, hammamizni yig'ib ap etsam, biz yoshlar kerakki bir xotirjam turmush bilan, bir inoq ijil bir oila. Bo'lsa ota-onalarimizni bizning qarshi tarafni hurmatlasa, bizmi hurmatlasak, o'zimizning ota-onalaridek ko'rsak, biz o'zimizning turmushni o'zimiz bir ap kelsak, cho'nglarni bir o'zimizning ishlariga bir bishni qatuvmisak deb o'ylaymiz. Lekin endi ba'zan ishlar tufayli ham ota-onalarimiz nima degan bilan biz uchun o'ylaydi ekan. Abayim deb o'tdim, yaxshilikni olib olsak, yomonlikni olib olmasak deb. Ba'zan chaqda ham shaxsan men yomonlikni olib olmayman. Cho'nglarga. Chunki yomonlik olib olsak, nima degan bilan ota-onalarimiz har qanday ota-onalarga o'zining bolasi tatliq javob beradi. Biz yomonlikni olib qo'ysak, bunda qilib ketdi, mana bunda qilib ketdi desak, bir xil ideyada burumlanish yuz berdi bu yerda ota-onalarimizda. Mening bolamni bunda bo'za qilibdi-da, degan ish chiqib qolsa, bu aql chatoqqa qoldi-ku. Shun yaxshi muomala qilsa-mo bir xil yasalmalik qilayotgandek. Sal da qo'pol gap chiqasimi, zodi mushtaqti bu deydigan ideya shakllanib qolsa, u chaqda bizning futog'imiz bo'ldi. Bu oilani yaxshi apman olmaydi. Biz yoshlarda bo'lsa bek murakkab bo'lib ketmasa to'yning oldikayında. To'g'ri, madaniyatning bo'lishi u eng to'g'ri ish. Mencha mush to'y qilgandan keyin men his qildim, to'y bir madaniyatning bir bo'shki bir javr ekan-ku. Chunki nurg'ulg'an biz bodikaldarimizda, bizning naqsh usullarimizda madaniyatlar tashviq qilinib, yo'zinib menyapti. Lekin shu to'y bir ikki yoshning bish qetilishi, nurg'ulg'an tuqqanlarning ular uchun cho'qansilishi, baxtlantilishi bu bir madaniyatning bo'shki ekan. Shuni keyin his qildim. Endi biz hozir qiynalayotgan o'sha yoshlarimiz. Bu to'yning oldikayında cho'nglar nima deb qolar, mush cho'nglarning ideyasi qandaqdi bu ishga? Zaten nima deb o'ylagan biz o'ylab yetolmaydi ekanmiz. Dakidiki bo'lgandan keyin biz yoshlardami bir xilliqi g'ij-g'ijang munosabat bo'lib qoldigan to'yning oz qolgan chaqildi. Endi o'zinglar nima cho'nglarning munosabatini tangshish tufayli. Endi sizlardami bo'ldi mana shunday bo'ldi. Endi buni yasalmoq qilib olmaydi. Rost bo'ladi ekan. Men bu jiq masalan hada akalarimdan so'rab baqdim. Ularningmi oldikayında hatto ba'zanlarda voy bo'ldi bu to'yni qilmaylar bo'ldi. Davlatadigan ishlar bo'ldi ekan. Endi biz u ishdan saqlandik. Nima desangiz aka, bu ish bek tasdiq keldi-ku. Bu to'y qilish bu oson ish emas. Masalan, yoshlarni yurib bu ayrilib ketildi deydigan eg'izing ushli gap bo'lib qolgan o'xshash. Amaliyotda bu daz ketgan yurakni yamlasimi, hamma daz ko'rinib qoldi emasmi? Shu ashtandan saqlandik biz. Aldırab deyishmaymiz, o'zimizning ishni o'zimiz bir taraf qilamiz deb deyishib olgan ayolim bilan. Shu to'yning oldikayında bu
öydikiler hem kız tarafga soğuk salamlar, andikin o'g'il tarafga qaytirish ularni biz o'ylab bakmapti ekanmiz çoğun. Biz yaşlar ras o'ylamaydi ekanmiz o ishlarni. Bizning ko'nglimizda, az o'qag'imda. Voy qaynapam nima deb qolganda, hamda xalq olamning oldida nima bo'lib qolgan. Ham cho'nglarning o'ylashi hamda xalq olamning oldida bir yuz obro'yliq bo'lsa deb o'ylaydi ekan. Bizga kerakli shu muqim turmushda ham yani. Shu aşı jarayonda uqishmasliklar bo'ldi, gap so'zda sal bunda bo'lib qolayotamda deb biz u yerda o'tirliqda bir yaxshilash bir xizmatini asosan ko'rikni men apmangdim. Nima degan bilan qiz taraf oz keldi ekan. Ba'zan gaplar ochiq tegilmaydi ekan. Men hamda dadil oldi, baribir mushishni men qildigan bo'lgan ekan. Apada manda gap. Turmushni biz tutimiz to'g'ri. Sizlarning mushunaq meni beqib cho'ng qilib, mushu qator qo'shiqlarga ko'pdan ko'p rahmat. Lekin keyingi turmushimizni yaxshilab ketishga men kafolatlik bera olmayman. Chunki men bularga qarab tanladim. O'zinglar ko'rdinglar, qarshi tarafning ota-onasi shundoq yaxshi. O'zinglar deysizlarmi? Tarbiya deganmidim muhim, bir oilaning muhiti hamda muhimdir. Yaxshi oilada cho'ng bo'lganlar cho'qim yaxshi bo'ldi. Mayli tomoq etamaslik, u bu qilmaslik, u boshqacha bu nechinchi masala, u men uchun muhim emas. Men uchun muhimi menga sodiq bo'lsa, oilamizni o'zing oilasida ko'rsa, bo'ldi, u qolganini tang olib ketsak bo'ladi deb bunda o'ylaydi. Shu gapdan degandan keyin cho'nglarning midasi o'zgarib, bolam cho'ng bo'libdi deb o'ylab qoldim. Nihoyat o'ngishli bo'ldi. To'yning oldidagi ishlar menmi kuchimning yetishicha, masalan, yoshlarning o'tirishlari bor hozir. To'ydan bir hafta burun, masalan, men to'y qopdim billah, sizlarning xizmatinglar menda boshsam bo'lsa, qo'ldasam bo'lsa, masalan, nechinglar sahibxon bo'lsizlar, men uchun xizmat qilsizlar deb. Shuni degan bo'ldik. Ash jarayondami, masalan, qajligan pullar cho'nglarga ham deyliqqa ig'ir keldi cho'ng. Oldi keyinda oz deganda 50-60 ming pul ketdi ekan yana sirt to'yning murosimining ishi bilan. Ondan bo'ldi o'zim qilay deb ancha-muncha o'zim qila oladigan ishlarni o'zim qildim. Cho'nglarmi ondan nihoyat xush bo'ldi. Chunki to'y taklifini ajoyib qo'yishlar o'z ustiga. Unimi boshqa qildinglarmi yo sizlarmi rasman bek havas qilmay qoida deb. To'y taklifi Endi bu yoshlarda bir chiqayotgan Yevropalish. Burun endi to'y taklifini endi olma degamsa deb qolgan cho'nglar işte bo'ladi ekan. Hozir biz azroq murosimlashtirib buni. Menmi qildim, yashamayman. Balkim bizning davrimizdami shunda bir tuyg'ular bog'oyda qizlar texmi buning intilishi mumkin. Demak, bu bir jamiyat taraqqiyotining mas'uli. Shuning bilan Üzgün selib oldik. Üzgün selib oldik. To'yni qilib oldik. To'yim nihoyat yaxshi bo'ldi. Chaqiramidik, muhim odamlarni. Hozir endi bizning vaqtimizda, masalan, ataganda bir tartiblar tugagandan keyin tushda qiz yigit ikki taraf o'zining yoshlarcha bir yig'ilishni qilib, tushlik to'yga bo'lsa qatnashib, undan keyin qiz yigitlar bir aylanish qilib, shaharning manzarali yerlarini cho'gilab, kechda yana kechlik ziyofat zaliga kirilgan ishdi. Hozir endi yoshlar mush aylanish halqasini nihoyat bir rangdor holatga keldi. Ayrim bir murosim qilgan bo'ldi. Sizning murosim ashada bir qiziqgandek turdi. Bizning murosim odatda men qatnashgan nurg'ulgan mana yoshlarimizning to'ylarida degan boshda o'zaro aloqalar yig'ilib bir video tortib bular. Video tortib, ash to'yini tortadigan bolalar tortib qo'ydim. Tortib bir kichik tipdagi video. Ash to'yning bog'iq shaklli, keshdagi murosimni qo'yib birdigan bir kichik video shakl bir narsa tortib. Ash hammamiz shu kostyumlarni kiyib oldi turib, qiz tarafini olib berib, usulda har xil shaklda, har xil bo'lib ketdi hozir. Shu menga o'tida yoshlarni. Andan tushlik o'tirish. Soat 11da yig'ilamiz deymiz. 11da yig'ilib, o'sha bir tomoq yeyib, yana qizlarning shu yana bir ayrimxonasi bor, shu yerga kirib, ular bilan ko'rishib, undan so'ng ma'amdiq deb tushdan keyinlik oilanish. Tushdan keyinlik oilanish hamda asosiyatni hozir kechlik biz mahalla deymiz. Ashnalarni tushdan keyinlik bo'lib. Shu yerda yana bir kichik tipdagi murosim shaklda bu yerda usullarni o'ynab, naqshlarni aytib, mening asosiyatni o'ylaganim tushdan keyinlik men qanday qildim desangiz aka. Bu yoshlarimiz tushdan keyinlik oylanishni shu yaxshi o'ynaydi ekan, u yerda o'zining ko'ngli bor, masalan, naqsh do'stlari, masalan, ashtaq san'atchilar, olaylik va do'stlar sahnaga chiqib mulozimat qildi ekan. Kechlikka cho'nglar bilan aralash to'y bo'lgandan keyin maxsus bizning to'y atratlarimiz bor. Ash to'yning oldi kelini bildigan. Chunki bu to'y degan hozir burun odatda mendaq bir
boshqalarga jakarlashib bo'lsa, hozir bir madaniyatga aylanib ketgan ekan. Mulozimatga aylanib ketdi. Masalan, to'yning ishini qanday boshlaymiz? O'tirlig'ida qizning yuzini ochilgan chaqda qanday so'zlarni qilamiz deganda, qanday marosimlar olib boramiz. Ashula shu to'y atratlari asosiyatdan qilayotgan mulozimat bo'lgan ekan. Muşni buzmaslik uchun shu ko'ngli baldiri tushtinga qilib etsa, kechda shu ritmli bir to'y bo'lib ketsa degan o'ylab, shuni o'ylaydi ekan. Lekin boshqa to'ylarda nurg'unlagan mashina atratlari, balani mashina, 10 necha mashina. Men lekin unda qilmadim. Men shu tushlik o'tirishni qilmayla. Shu atdigan suratni tushdan keyin aylanish qilib berib, shu ko'ngli bor do'stlarimiz kechda talishib qolmaslik uchun. Aşağıda bir ko'ngli qilgan bo'ldi. Endi men ikkala mashina nima qilibman? Birsi oldidagi shu yangi to'y qilgan qiz yigit chiqadigan mashina. Og'iga yo'g'al avtobusdan birini qildim men. Shu mashina chiqarmagan qizlar bo'lib qolsa, ashdan qilib chiqsa, shu to'y qilgan yigit olib borsa deb. Cho'glaydigan ishlarni qilmadik. Shuni qilibdim. Kechki to'ymi nihoyat joyida vaqtida tugadi. Shu jarayonda hamdiliqi mening tavsiyalarim o'zimizni qurbi yasa qilaylik, lekin o'zimizni o to'ydan keyin ishlandichi pullar. O to'yga tushgan pullar bo'lsin yoki o'zimizning yindan chiqarayotgan pullar bo'lsin, to'ydan keyin bek ishlandi. Masalan, uyni saramjonlashtirayotganlar bor. Uyni yangidan almoqchi bo'lganlar bor. Shuningga bek ketadi, ushaq-tushak pullar ketadi. Shunga o'zimizning qurbi yetgan ehtiyoji bor ishni qilsak, yo'q ishlarni, ashunaq masalan, bir mashina bilan hal qilib etgan bo'lgan ishlarni, ashta qilsak o'zimizmi qiynalib qolmaydi ekanmiz. To'yma nihoyat joyida tugaydi ekan, shunday qilsaqmi demakchi. Demak, o'zimizning imkoniyatiga yarasha. Hesabda sizlar hozir uy setib oldinglarmi yoki qanday shaklda? Uyni setib oldik. Men o'zim qarmaydim emasmi? Shun cho'qim shu Urumchidan xizmatga mishad bo'lgandan keyin bir makallanishimiz kerak ekan. Lekin hozircha biz uy zulab turyapmiz aka. Nima qilsangiz o'yinni taqayliqi, saramjonlashtirib bitmadi. Men boshda o'ylagan bu zulq qilgan uyda ijaraga uyda tursa qanday bo'lar? Yuzim qolmasmi deb mendan bo'lgan unda. Lekin bu makon bir ikki odam birga kirgandan keyin u g'ayrib ko'l bo'lsa-mi, u bir kapi bo'lsa-mi, illiqlik u boshqa ekan. Chiqib turg'undan is chiqarib, tomoqlarni etib, o'zimiz o'zaro yaxshi bo'lsak, munosabat yaxshi bo'lsa, u boshqa gap emas ekan. Mana bu shunday yaxshi bir fikr oldu, gapni bilib qoldim. O'pay qoldim. Masalan, mayli yoshlarning o'ziniki bir shaxsiy arzusidan bo'lsin, bir muqim turalg'in bo'lgan bo'lsa, makanim bo'lgan bo'lsa degan, ota-onalar texin buni arzu qiladi deyman. Shunga hozir shu uy masalasimi bir zo'r to'salg'i bo'ladi yoshlarga. Demak, hozir siz xizmat chiqqanlar menda taxan 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'lmadi. 1 yil bo'lmadi. 1 yil. Hamdagi shunda imkoniyatdagi bolalarga nisbatan damalliq uy setib olish oson ish emas. Buni hozir buni masalan ota-onalar hozir ko'pincha ota-onalar kuch berib kelayotgan holatda. Boy degandek masalan agar qalb birligi bo'lgan, haqiqiy bir-biriga sadoqati bo'lgan, hissiyot asosi yaxshi bo'lgan bir juftlar uchun bir kapi olsunmu, qo'shar yasharlig'am mushkil manzara, bir go'zal arzu. Mushunga nisbatan ota-onalarning bir xil mush yoshlarning hozir imkoniyatiga yarasha bir kengroq o'ylaydigan ko'z qarashining imkoniyatini yaratib berishi pek muhimmi qanday? To'g'ri. Endi biz masalan ota-ona bo'lg'ichi cho'qim mayli qizini yotliq qilish bo'lsin, mayli o'g'ilni o'ylash jihatdan bo'lsin, endi hamma shartlarni amal bor bir yaxshi qilib bersak-ka, shu bolamninki shu ishlarini yaxshi tartibli bo'lib ketsa deb o'ylaymiz. Lekin nurg'un ahvollarda biz o'ylagan hamma ishlarniki talablik joyida bo'lib ketishi notayin. Endi bu uy masalasi kelgan vaqtda mayli uy masalasi bo'lsin, mayli qiz taraf o'g'il tarafning ehtiyojini qondirish masalasi jihatdan bo'lsin, endi to'y shu murosimlarimizda nurg'un kichik halqalar borchu. Bu halqalarda masalan shaxsan men qizimni birsiga yotliq qilmoqchi bo'lsam, endi eng oldi bilan shu oilaningki mening eng dastlabda o'ylaydiganim shu oilaningki endi bola tarbiyasi, oilaningki bir qanday oila ekanligiga qarash endi ota-ona bo'lg'uchiningki birinchi o'ylaydigini deb o'ylayman. Bu oila tarbiyasi degan bek muhimchi. Oila degan shu bolaning birinchi maktabi. Shunga bu bola yaxshi tarbiyalangan, yaxshi oilada chuqur bolani yaxshi tarbiyalagili bo'ldi. Shuningga endi nurg'unlagan shartlar, nurg'unlagan murosim odatlarimiz bor. Bayatın ümid var inimiz deganga o'xshash. Bu bek ushaq halqalar, bek jiq narsalar, lekin endi
Mundaqcha aytgan vaqtda bu to'y to'kin urf odatlarimizda bu to'y degan eng oldi bilan bir tarixiylik ega narsachi bu. Tarixiylik ega deymiz. Nemishqa tarixiylik ega bu uzun muddat mayli insoniyat ibtidoiy holatda bo'lsin, mayli hozirgi davrdagi madaniylashgan davrda yashayotgan bo'laylik, bu urf odat bu har qanday masalan o'limni belgilik bir urf odat bilan uzdimiz. To'y to'kinni belgilik bir urf odat bilan uzdimiz. Bir millat bilan yana bir millatniki o'zaro farqlanadigan tarafimiz urf odat jihatdan farqlanadi. Shuning uchun bu uzoq muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida ma'lum bir masalan to'y to'kinimizning ma'lum bir uşaq halqalari bir kunda yoki ma'lum bir ishlar tufaylidan mundaq o'tirg'i chiqib qolgan narsa emas. Bu uzun muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida xalq buning yaxshi tarafini qabul qilgan bo'lsa, o'zliksiz davomlashtirib maqdi. Xalq buning yaxshi tarafini qabul qilmagan bo'lsa, u shu to'yning o'zida qolib qoldi, yana u yenilikqa qarab yuzlandi. Endi bu tarixiy taraqqiyot jarayonida ba'zi narsalar bu nima degan gap desa, bu ajdodlarimiz davomlashtirib kelgan narsaga, bu tabiiy shakllangan narsa, buni o'zgartirishga bo'lmaydi deb qarab olamiz. Amaliyotda uni o'zgartirsak bo'ldi. Bayam Umidvar hukumimiz deganga o'xshash, o'zimizning amaliy ahvolimizga asosan, bu amaliy ahvolni chiqish qilgan tarafda turib, ikki tarafning ko'ngli og'rimagan, ikki taraf rozi bo'lgan, eng muhimi ko'ngil ozodligi bo'lgan ahvol ostida buni cho'qim o'zgartirsak bo'ladi. To'y to'yga mana shunday davomlashgan. Bir davr bilan yana bir davr o'xshamaydi. Ajdodlarimizning ishlab chiqarish amaliyoti o'xshamaydi, turmush amaliyoti o'xshamaydi, yashash sharoiti o'xshamaydi. Shu sababdan har qaysi joylarda o'xshamagan urf-odatlar shakllangan. Endi biz buni umumlashtirgan vaqtimizda eng yaxshi tarafni qabul qilib, meg'izni avilib, shaklini tashlab etib, mushundaq davomlashib kelgan. Endi bugungi davr kelgan vaqtda bizningki zamonaviylashib shu narsalar bizdan nihoyat yuqori iste'molni talab qilib turib bordi-chu. Endi bu biz bir ijtimoiylikning ichida yashaymiz. To'y deganni bayotdan men tarixiylik ega dedim. Yana bir nuqtadan aytganda, u bir milliylik ega. Bu yerdagi milliylik deganim umumiylik ega. Biz bir kollektivning ichida yashaymiz. Endi bu kollektivning ichida yashagandan keyin biz kollektivning ideyasi bo'yicha, kollektivning apmangan qadamlariga moslashish asosida buni davomlashtiramiz. Endi bu bayatdan hamda uy masalasi bo'lib qoldi. To'g'ri, bu haqiqatan hamda bir makon bo'lmasa bo'lmaydi. Hamda uy o'choqliq bo'lgandan keyin bu to'y deganimiz bir jamatningki shu jamat munosabatining tiklanishi bu to'y deganchu. Ham buning kengayishi, undaqcha aytganda-chu. Shunda bo'lgandan keyin bu to'yda hamda hozir masalan qancha kvadrat uy bor ekan, qanchalik pul bera oladi ekan, uningdagi mashinasi bormi, sharoitlarni oldi bilan surishti qildigan shunday ahvollar bor. Endi buni ota-ona bo'g'icha hamda bo'lsa bir turmushda qiynalib qolmasga, rohat yashashga deb o'ylaymiz. Amaliyotda nurg'unlagan to'ylarni ko'ryapmiz. Oddiy sodda o'zining amaliy ahvoliga asosan ikki tarafning ko'ngil ozodligi bo'yicha olib berilgan to'ylardagi mush bolalar haqiqatan yaxshi uy tutib ketyapti. Chunki ko'ngil og'rig'i yo'qda bu qalb tiqolmaydi og'riq. Endi mushundaq hashamatchilik, nurg'unligi bizningki qurbimiz yetmaydigan talablarni o'tirib qo'yib olib, mushu talab bo'yicha amalga oshmagan vaqtda ikki taraf qudilar o'tirsida bir xil talash tortish, xapliq bo'lib qolgan to'ylarda bundaq to'yda qilgan bolalarning turmushimi egizpaschilik ichida bo'ldi ekan, uzun davomlashmaydi ekan. To'g'ri. Endi Umidvar hozir necha yoshda? Men 28. 28. 27da qildik to'yni shunday paytda deymiz. Ama hozirmish yoshlarningki yeshi cho'ngib ketishi umumyuzlik ahvol bo'lib qolyapti. Davlatimiz hozir to'y qilishni nihoyatda aktiv holatda tashabbus qilyapti, rag'batlantiryapti. Albatta har bir odamningki shu o'zininki yetilgan Qur'on yetgan paytida to'y qilishini biz eng go'zal vaqt deb o'ylaymiz. Sizning his qilishingizda hozirgi davrdoshlarning yeshining cho'ngib ketishini yoshlar nuqtasidan qandayroq omillarga yig'inchoqlaysiz? Mencha bu pek yaxshi savol bo'ldi. Chunki menmi shu ayolim bilan tanishdim burun mendan bo'lganda. Oy. Bu 30 yoshdan oshgandan keyin qism bo'lamdi nima? Chunki 20 yoshdan 30 yoshgacha shu hozirgi yoshlarimizning hammadan besim eg'ir vaqt ekan. Chunki birinchidan xizmat muqimlashmasa bo'lmaydi. O'qishni ishdan desak, o'qishni yaxshi bitamasa, diplom bo'lmasa, xizmatkorlash qilinmaydi. Pul topmasa, turmush kapolatga ega bo'lmaydi. Lekin shu bir qator ishlar tufayli, masalan, boshqa yerda ishlayotgan do'stlarimiz bo'lsa, mendagi o'yga o'xshash, uy olmasa qo'ymaydi, makon bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki masalan, men qarmaydi bo'lgandan keyin uyim cho'nglab bu yerda emas. Men ishlab o'qish jarayonida tushda uyga berib bir qancha issiq tomoq yeyishning qanchalik muhimligini ashchaqda his qilgan.
nurg'ulon do'stlarimiz tushda uyga bir tomoq yeb kelaysa, men havas qildim. Chunki u tushda uyga bordi, shunday chiroyli bir dasturxon daxillab tomoq yedi, birdan ko'zini yumib keldi. Biz apla-shapla tomoqimizni yeymiz. Ağzımızı yedikmi, burnimizni yedikmi bilmaymiz, yana chiqib xizmatimizni qilamiz. Illiqlikda bu. Shuni bek his qilib, endi bu hozirgi yoshlarimiz rast bisim ig'ir. Cho'nglarimiz masalan bizning otalarimiz tushunmaslik mumkin. Hozir raqobat davrining eng avji ilayotgan vaqti. Chunki nurg'ulg'an kasblar bizga ehtiyoj emas. Chunki u kasbni qilayotgan odamlar bor. San to'liq. Biz yiliqi o'g'il bo'ldi 72 xil uni azliq qildi degan o'xshash to'xtamay o'zimizga uni ashundoq kasblarni mujassamlamasak put taraf turmoq bektas. Masalan nurg'ulg'an idora organlaridami hozir boshqalardan rost farqlanib turadigan mayli qalamda yoki bo'lmasa mayli iqtidor jihatda farqlanib turmasa bir idoraga kirib organ kirib ishlamakmi taslishib ketdi. Lekin sırtның işler deymiz, men sırtның işlerini nurg'un qitim qildim, masalan, film tatish. U kunda yo'q-da bu ish. Tapsaq, rost odatdagi oylik maoshdan yuqori topa olamiz, lekin har oyda yo'q-da. Masalan, bir oyda men burun bir topsam, burun naqshim yetib baqdim kesh klublarda. 2016dan boshlab ishlagan bo'lsam, 100 ko'y bo'lsa, bir kunimiz tamoman yetib ishib, uydagilar bo'ldi pul avatmanglar degimiz keldi. U chaqda 100 ko'yni qilib kuchi bor ekan deb o'ylab baqsam. Hozir o'xshamaydi-da. Hozir bir taksiga o'tirib, mashinasi yo'q odamga nisbatan avtobus o'tasimi, birinchidan vaqtda oldiraydigan odamlar bo'lsa taksiga o'tiradi. Unda hisoblab kelsak, 150 ko'y tomoqlarni qatgan chaqda 200 ko'y bir kunga, bir odamga ara yetish mumkin. Ham cho'nglarimiz jiqlar tushunmaydi. Bizning ayni vaqtda manda deb o'ylamaslik mumkin. Sening nima japaring bor deb so'raydi ular bor. Sizning nega ketib bordi deydi. Nega talqib bergan tursaq da. To'g'ri. Nega ketib bordi deydi. Birinchidan munosabat ketib bordi, ikkinchidan turmush ketib bordi, uchinchidan uyda o'ttasaqmi pul ketib borsa, tok pul, so'g'i pul. Hattoki urayotgan telefonimizga pul, ko'rayotgan televizorimizga pul, hamma narsaga pul. Ham jiqlari tushunmaslik mumkin. Demak, iqtisod masalasi shunda. Iqtisod yanala qo'qish jon tomir bo'ladi degan gap. Men bir akamizdan so'ragan. Aka, bu to'y qilmaymi deyman deb so'rasam, nima ish qilgan? Bu to'y qilgandan keyin o'sha ayolingga yetarlik pulni hamma topsa. Ashundoq bo'ladi turmushning sen o'ylagandek bo'lavermaydi. Sen hozirgi o'zing yakka bo'lsang, yakkaning pulini qaytaysan. Qo'sh bo'lsanglar, qo'shning pulini tang topsa, ashundoq bo'ladigan narsa. Bu jamiyatga mushta taraqqiy qildi. Aşağı tushunmayotganman, to'y qilgandan keyin men tarafimga do'stlarimga, masalan, hozircha to'y qilmagan, mendan 100 sal cho'ngroq do'stlarim bor, 31-32 yillar kiring. Ularmi shu o'yda ekan, bu 30 yoshdan eshib ketgan ekan, bularda bir xillik to'y qilishga bo'lgan qiziqish suzilishib ketamdi. Demek ki Afrika'daki endişeler bazı vahimi küçüyüp mı? Vahim küçüyüp gidiyor. Onun üstündeki etrafındaki aktif ama selbi bir xillik energiyalar bularga to'y qilishga bo'lgan kayfiyatini texnik susashtirdi. Voy atrofda unda gaplashib, masalan, voy ayolimdan unda deyishib qoldim. Chunki bu hozirgi yoshlarda ajrashib ketish nisbati texnik yuqorilashib ketib bordi. Xuddilik aylib ketayli degandek aylib ketgandeklar bugun xat elib chiqib bir tipik misol oldiqdim anlab qolib hayron qoldim. Bizim uyni hozir siramjonlashtiryapmiz, jonshug'atimiz. Men masalan bir narsa deb qolsam, ayolim menga rad etmaydi. Men u deb qolsam, "Bo'pti, siz yaxshi ko'ngil qiling, baribir o'xshash tutimiz 5-10 yildan almashtirsak bo'ldi-ku" deb mendasa o'tkazadigan narsalarni, "Voy eshikni men deganda qilmabdi siz, nima ish qilsan deganda qildi" deb ajrashib ketganlar borki, hayron qoldim. Bu to'y degani palon pulga qildi ekanmiz. Pulni qo'yib bir muncha aqida bog'laydi ekanmiz. Buni nurg'unlig'a mehrlasin degan ikki tarafning nurg'unlig'an jiq ajrlar ketadi ekan buni. Shunda turiblik yana ajrashib ketimiz deb ajrashib ketib qolsa, faqat arzimaydigan bir ish-ku bu. Shunga ashlarni anglab bular, "Hay bo'ldi, bu yakka o'tganim yaxshi ekan juma." Ba'zanlari endi hozir shunda erkin tursa, "Nega bormasam bora olayman. Osmon uchayotgan qushdim" degandek erkin qila olayman deb. Amaliyotda to'g'ri odam bilan qilingan to'y erkinlikdan mahrum qilmaydi. Faqat shu burunqi ishlardan texmo odam aql topadi ekan. Yashi cho'ngishi agishib, u ishlar qoladi. U uyallar qoladi. Ya'ni yangi bo'lgan ma'nilik ishlar chiqadi ekan. Ashdangdimi huzur topa olsa, shu turmushning eng chong ahamiyati shumiki deyman. Shu yakka vaqtida berib kechlik o'ynagan u uyanlar to'y qilgandan keyin masalan
ballık болып қалса, şu balının tatlılıqqa aş uyandım mən nəsə, aş bisvit əmiki deyim aş uyandım. Şuna hər bir yaş qatılımında özümüzə yarışıdığan işini qısaq, bu nəhayətdir. Yaxşı, şuna 27-28 yaş mən müş vaxt qıldım. Ən yaxşı toy qıldığan iş. Əməliyyat toy bu yaşlar oylagandek umumçilik qoxunuş iş emas. Mən qıldım demək. Mən qıldım, mən bişimdə ötküzdüm. Aytavır, bəzən sorularga baramağan boluşum mümkün. Bəzən ədəmgərçilikni qılamağanlığım boluşum mümkün. Lekin mən uyumni yaxşı tutub ataman. Bişimdeki gamlarni yaxşı bir taraf qilib ataman. O özümning rasmiy, rast do'stlari, chin do'stlari oldimda xabar yapdi, qanday adash, yo'qolib ketding, nima ish qilib turyapsan? Sen to'g'ri tushunmiz. Shu gapning o'zi menga bir rag'bat bo'ldi. Adash, men yo'qolib ketganim yo'q. Uyimning ishini men bir yo'lga tushirib, men cho'qim sizlarni unutib ketmayman, yana aralashib ketaman adash. Deb men shularga da'vatim, ular meni qo'llab. Demak, men to'yga atlangandan keyin özümüz mölçerlenmegen yoşurum güçlerimiz urgup çıkıdı degen gap, to'g'rimi? To'g'ri. Baxt keldi nereden peşanandaki terden, kız olunsa bitten to'g'ridagi adil deb, mendek ektekin baxt keldi demekçi-ku. Ya, şeychi var o'ziga. Endi u qanday o'ylaydi ki, men baxtli deb his qilmayman endi. To'g'ri. Bu haqiqatan bir qator nihoyat muhim omillar. Uyni Özənglar... Mən özəm əpilamadım. Qandarak aldıq mı şu elini bilək? Əmdə rast qaqsaq, hazırki özümüzün tırışçanlığını bir 10-20 yıl tırışsaq, əmdə öyünün ılıqı dəsləb töyləydiğən bir 200 manını yığalışımız mümkün. Aşağıda oyuldum, çünkü mən Ürümçinin şəraitində menimcə şəxsən 1-ci dərəcəlik şəhərinin istimal səviyyəsi, lekin 3-ci dərəcəlik şəhərinin kremi bob qılıvatıdır. Şu Nurgul'a mesela bizim idarının atrafında maşın toxtasak 70-80 koy bir günlük. Bir aylıqını bırakalım koytaysak 800 koy. Bizim maaşımızga qattiq to'g'ri kelmaydi 800 koyga biz necha kilo go'sht olamiz uyga. Bir oydan ushib yeymiz o go'shtni. Qattiq to'g'ri kelmaydi. Shuni bu o'ylab qoldim, shu yoshlarning kirayotgan kirimidan bu saviyasi nima da bu uyni aplanmaydi ekan. Uyni hisobda dadamning ko'nglijing hesapta aştanınğa ilip toydun düşkən pulga bırakılan başka çertan pırtan neyim qılmay çoğlanan toyu. Ulan bağan burun badi geldik kan. Şu pulga hesapta öyünün deslek pulunu töylüp aldık. O pul ne? Hem de öydekiler dadamdan goncacın sığın men atıdı. Öyünü seremcalaştırıp ona özüm kılma degende unumadım. Nemil degen bilen dada sizlermiş küçüdünla. Men mi kılalıgançı kılay hazır bizge mi? Hem de deykven bir yerdi iken. Öyün seremcalaştırgan deykven men alay. Ayda bir 3-4 man, 3 mandan tölsem mi? Hiç qanchalik ig'ir kelmaydi, xizmatim sirtimni topaman, xizmatimni bor. Shunda vaqtga o'zim qilay deb nim qildim. Ularmi shunda xo'sh bo'ldi. Hozir hisobda uyning saramjanlashtirgan pulni hisobda 150 man olgan. Ashdan pulni oyda bir 3 ming ko'p bormi, 2900 pulni hisobda o'zim to'lab, ya'ni uningda ishinib, ya'ni uyning ishini qilib, to'yni oldi keyin ishlatgan azroq pullar bordi. Uning azroq tekvansi bor. U mish kuchli tugaydigan pul. Şuna rastga qilsam, bu deykvan degan narsa biroq baq qo'rqdim. Odamga qarz bo'lish tez ishkan bu. Chunki yuz ketadigan ishkan, xijilchilik bo'ladigan ishkan. Lekin men o'zimiz to'g'ri yo'l orqali hukumatdan menda qarz olib, o'zimizning qurib yetgan holda qaytarib olsak, birinchidan ilgirlash bo'ldi ekan. Turtki bo'lgan gap. Turtki bo'lgan gap. Men menda manchilik pulni men may topmasam bo'lmaydi. Manchinslargacha men yetmasam bo'lmaydi. Shuni izdindigan gap ekanda. Bo'lmasa hech qanday Bizim bo'lmasa, maaşım çıksa, mani alsam, da bir gereksiz narsalarni olib qoldigan ishlar, gereksiz o'zining hojidan sirt narsalarni olib qoldigan ishlar ashundan chiqadi ekan. Hozir bizning uyda hisob men asosiyatni ishda deybanashni qilayotgan ekan. O'zim hisoblayman. Burun hisobot degan narsa bilan chatqim yo'qdi. Hozir hisoblab mayda manchi pulni taqimsam bo'lmaydi. Ma'noga manchi pul chiqqan bo'ldi ekan. Gereksiz çırtan pırtan işlerini qilmayli, ma'qulni manda qilayli deb. Onda ang şekillenike tuyuqsizlam. Şuna bu işimi yaxshi deb o'yladim. Şuna hozir uyni hisobda ota-onam menga yordam qilib bergan bo'ldi. Undan keyin men uyni saramjanlashtirgan ishni o'zim qilgan bo'ldim. To'ydan burun cho'qim uy setilish kerakmi? Yoshlarning arzusi bilan ota-onalarning qo'g'lashayotgan o'tirisida nima farqlar kelib chiqyotdi? Gulpiya xonimning bu haqda qanday yaxshi takliflari bor? Programmamizning keyingi sonlarga davomli diqqatda bo'lasiz.